o'zbek musiqa san'atida unutilmas iz qoldirgan mohir san'atkor Botir Zokirov hayot bo'lganida 90 yoshni qarshilagan bo'lar edi. 1936-yilda san'at ahli Alisher Navoiy nomidagi opera va balet teatr artisti Karim Zokirov va Muqimiy nomidagi musiqali drama teatri aktrisasi Shoista Saidova xonadonida to'ng'ich farzand dunyoga keladi. Yaxshi niyatlar ila unga Botir deb ism qo'yiladi. Bolalikdan san'at muhitida ulg'aygan Botir Zokirov qalbida musiqaga bo'lgan cheksiz mehr va ilhom shakllanadi. U 1952-1957 Toshkent davlat konservatoriyasi, 1958-1962 yillarda Toshkent davlat teatr va rassomchilik institutida tahsil oladi. Botir Zokirov yoshlik ansambli va O'zbek davlat estrada orkestrida yakkaxon xonanda sifatida faoliyat olib borib, o'zining diltortar ovozi bilan tinglovchilar qalbini zabt etdi. Uning Yor keldi, arabcha tango, Ra'no, Majnun monologi, Seni eslayman, Kechalar yulduz sanab kabi kuy-qo'shiqlari bugun ham muxlislar tomonidan mehr bilan eslab tinglanadi. Botir Zokirov nafaqat mohir xonanda, balki san'atning boshqa sohalarida ham o'z izini qoldirgan. Rassom sifatida u Saraton, Gumbazlar, Bolalik ko'chasi kabi asarlar yaratgan. Yozuvchi va tarjimon sifatida ko'plab ocherklar, hikoyalar va she'rlar muallifi bo'lgan. Shuningdek, u Kichkina shahzoda, Soya asarlarini o'zbek tiliga mahorat bilan tarjima qilgan. Afsuski, 1985-yil 23-yanvarda o'zbek musiqa va san'at osmonida porlagan yulduz Botir Zokirov hayotdan ko'z yumadi. Ammo uning ovozi, ijodi va san'atiga bag'ishlangan fidokorona hayoti qalblarda mangu barhayot.